O'z murojaat TV. Xonadoningizda mana bu kabi metal parchalari bor va unsiz nima qilishni bilmayapsizmi? Buni oson yechim bor. O'zmetallurgiya kombinatining Samarqand filialida mana bu kabi keraksiz metal buyumlaringizni kilosi uchun 3000 so'm berishlarini bilasizmi? Tasvirga olish jarayonlarida amin bo'ldikki, ertalabdan korxona oldida metal parchalarini topshirish maqsadida ko'plab yuk avtomashinalari tarozi yonida turishibdi. Eng qizig'i, ko'chalarda 2000 so'mdan metal lom olaman degan tadbirkorlar ham shu yerga topshirishar ekan. Ilgari sal qiyinchiliklar bor edi. Hozir yaxshi, normal, hammasi joyida. O'chirasiz tushirib, pulni naqd sanab olib ketyapmiz. Yaxshi, rahmat hammaga. Muammo bo'lib kutib qolishlar bo'lmayapti? Yo'q, unaqa muammo yo'q hozir. Hammasi joy-joyiga. Hozir qanchadan beryapti kilosiga? 3000 dan topshiryapmiz. Haydovchilarning aytishlaricha, metal parchalari uchun qabul narxining oshirilishi hammaga birdek manzur bo'lmoqda ekan. Oldindagidan ancha yaxshi bo'ldi. Mana rahmat yurtboshimizga, prezidentimizga shuncha shart-sharoitlar yaratib berdilar. Mana hozir olib kelib naqd 3000 so'mdan topshiryapmiz zavodga. Oldin bunaqa emas edi, sal muammo bo'laydi pul olish. Qarzga berib ketaydik. Korxona rahbariyatining ma'lum qilishlaricha, har bir fuqaro xonadonidagi har xil metal buyumlarini olib kelib, bitta pasport ro'yxatdan o'tkazgan holda naqd pullarni joyida sanab olishlari mumkin bo'ladi. Mana hozirgi kunda kombinatimiz tomonidan butun aholiga shart-sharoitlar yaratilib, har bir olib kelgan mana ikkilamchi qora metallar uchun 1 kilogrammiga 3000 so'mdan joyida kassada to'lab berilyapti. Bu fuqarolarimizga qulay shart-sharoitlar yaratilganligi. Hech qanday bu yerda ularga qiyinchilik tug'dirilmayapti. Mana keladi, avtomashinalarda olib kelib, qora metal parchalarini topshirib bo'lgandan so'ng kassadan kelib, pulini bitta pasport evaziga qabul qilib olyapti. Ilgarilar qanaqa qiyinchiliklar bo'lardi? Shu yaratilgan imkoniyatlardan keyin qanday yengillik bo'ldi? Umuman olib kelib topshiruvchi fuqarolarga. Endi fuqarolar kimga topshirishni bilmay o'zlari qiynalib yurardi. Shu yiqqan hozir endi bularga kelib kassadan o'zini bitta pasport evaziga shartnoma qilib 3000 so'mdan qabul qilib olyapti pulini. Hech qanday muammo yo'q bularga. Korxonaning asosiy vazifasi qabul qilingan metal parchalarini presslagan holda Toshkentga yuborishar ekan. Bu yerda ishchi xodimlar va mijozlar uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Guvohi bo'lganingizdek, muassasada xodimlar uchun zamonaviy oshxona tashkil qilingan bo'lib, bu yerda har kuni mazali osh taom pishirilar ekan. Misol uchun, siz metal parchalarini olib keldingiz. Texnika yordamida tushirishga 10 daqiqa yoki 15 daqiqa vaqt yo'qotasiz va kilogramm aniq bo'lgach, to'g'ridan-to'g'ri kassaga borgan holda naqd pullaringizni sanab olgan holda yumushlaringizni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Manzilni yana bir marotaba eslatib o'taman. Samarqand shahri Bedil ko'chasi 18-uy. Xalq tilidagi Ftor Chermet, ya'ni ikkilamchi qora metal Samarqand filiali. Uyingizdagi keraksiz metal buyumlarni pulga aylantirish vaqti keldi. O'z murojaat TV. Chingiz Norqulov, Rustam Ragimov, Samarqand.